Inson hayotini taxminan 30% ni o'tirgan holatda o'tkazadi ekan. Demak, o'tiradigan o'rindiqimiz qulay bo'lishi muhim. Bugun Nirroishi Mir do'konimdagi ayrim stullar bilan sizni tanishtiramiz. Stul nержавейкаdan qalin turbadan ishlangan 09lik. Bo'sh emas, mягкий emas, kreslodan emas baribir. Kafelara, fast foodlara, uyda ishlatsam bo'ladi, bu tarafda. Mahkam garantiyalarsa 250 ming so'm qilib beramiz donasini. Optimal dollarga qaytib beramiz eramsali. Bu stulimiz Silvia deb aytiladi. Bu kresloda ham bo'ladi, arzoncha kreslo. Udobniy, ofisda ko'p ishlaydigan odamlar uchun, 12 soatlab o'tirib ishlaydiganlar uchun. Bahasi 300 ming so'm. Ko'p odamlarga kelishtirib beramiz buni ham. Garantiyalarsa. Navbatdagi kursimiz bu kutish zallari uchun 3 odamlik. Aeroportlarda, vokzallarda ko'p ishlatiladi, bu yerlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Narxi 1,5 million so'm shu durshi 3 odamlik. Ko'p odamlarga kelishtirib beramiz. Kolleksiyamiz yetarli. Bu albatta hammasi emas. Buyurtmangizga binoan siz istagan dizayndagi stullarni cheklanmagan miqdorda yasab berish imkoniyatiga egamiz. Telefon 91 433 0090. Mo'ljal Urganch, Coca-Cola zavodi, Nirroishi Mir do'koni.